Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida Qashqadaryo viloyati Kosonsoy tumani Kos qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Orifjon Ubaydullo o'g'li jamoat xo'jaligi raisi bo'lgan. Onasi Turduxon uy bekasi bo'lgan. 1958-yilda o'rta maktab oliy oltin medal bilan tamomlaydi. Toshkent davlat universiteti O'zbekiston filologiyasi fakultetiga jurnalistika yo'nalishi bo'yicha o'qishga kiradi. Oliygoh 1963 imtiyozli diplom bilan yakunlaydi. Yozuvchi juda ham ko'plab she'rlar va hikoyalar yozgan. Bulardan misollar keltiradigan bo'lsak, Mitti yulduzlar 1965-yilda yozilgan va bundan tashqari Ko'zlarim yo'lingda, Onajon, Ruhim, O'zbekiston, Xotira shu kabi ko'plab she'riy to'plamlari mavjud. Shoirning biz hayotidan ko'plab ibratlar olsak bo'ladi. Masalan, biz hozir yoritib borayotgan Sohibqiron dramasi. Sohibqiron dramasida unda juda ham ko'plab jang lashkarlarda qanday Amir Temurning jang lashkarlari va qanday taktikada ishlaganini bilishimiz mumkin. Masalan, marhamat, sizga Sohibqiron dramasi haqida ma'lumotlar. 1996-yilda O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov tomonidan yozilgan Sohibqiron Amir Temur hayotiga bag'ishlangan she'riy drama. Amir Temur jahon tarixida chuqur iz qoldirgan shaxslardan biri. Uning hayoti yo'li bir tekis kechmagan. Taqdirning tufayli zarbalarga munosib dosh bera olgani uchun ham shunday ulug' maqomga erishgan. Abdulla Oripov qalamiga mansub Sohibqiron she'riy dramasida Amir Temurning murakkab umr yo'li haqqoniy bo'yoqlar. Amir Temur tajribali hukmdor va o'ychil faylasuf sifatida davlatni ushlab turuvchi tayanchlarni mo'l xazina, yagona shoh, yengilmas lashkar deya belgilaydi. Uning jahongirlik tabiati suruvda bitta cho'pon bo'lganday, xalqni ham bir podshoh boshqarish kerakligi borasida qanoatda namoyon bo'ladi. Muallif hech bir musulmon chidashi mumkin bo'lmagan bunday odobsizlikka Temurning jang bilan javob berishi tarixiy haqiqat mos holda ko'rsatadi. Mana Abdulla Oripov Sohibqiron dramasi bilan ham tanishdik. Bu dramada siz ko'rib turganingizdek qachon yozilgan, qayerda yozilgan va nima uchun yozilganligini tanishib o'tganimizni bilib oldingiz. Bundan kelib chiqadi biz bu dramadan qisqa personaj tayyorlashimiz kerak. Alovuddin so'z boshlaydi. Shoh sipohini bizga qarshi yo'naltirdingiz. Kaminaning sipohi ham anoyi emas. Amir Temur javob beradi. Hozir nechun jang qilmoqda piyodalarim, juda og'ir jang ketmoqda chodir ortida. Inshaalloh yengajakman sen Alovuddin. Faqat shatranj sohasida jahongirdirsan. Bizning esa chekimizga boshqa yuk tushgan. Alovuddin javob ila deydi. Sizning buyuk istedodga taraf yo'q aslo. Shatranjda ham betimsolsiz, iqrorman hazrat. Ammo menga izn bering, bir savolim bor. Sizning g'olib bo'lmog'ingiz garchi muqarrar, lekin hazrat, siz men bilan chodir ichida shatranj o'ynab, jang maqomini kuzatmoqdasiz. Bir qarashda beparvodek, hatto sovuqqon. Temur mag'rurlik bilan deydi. Men bilaman Alovuddin o'z qudratimni, raqibimni dovdiratar bu usulim ham. Odamlarim allaqachon Rum sultoniga mening shatranj o'ynay turib jang qilishimni yetkazdilar. Bayazidni taxliq bosdi. Dushmaningni bundan ortiq kamsitir bo'lmas. Yassavul kiradi va deydi. A'lo hazrat, piyodalar nobud bo'lmoqda. Temur Yassavulga javob beradi. Attang o'z kuchiga ortiq ishonsa, g'aflat bosib qolgusidir, hatto filni ham. E'tiboringiz uchun rahmat. Rollarda Abdullayev Qodirxon, Xoliqova Ziyoda, Rahimov Abdulbosit, Adhamxonov Obid va Abdulazizlar bo'ldi.